Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqindan buyon mushu qarindoshlar ichida bu vabo bilan yuqumlanganlarning soni uzluksiz ko'paymoqda. Ularning ichida xili ko'p qismi menga ayrim uchur yo'llab ba'zi ahvollar to'g'risida savollarni so'ragan bo'ldi. Men mushu qarindoshlarninkimi o'rtaq foydalanishi uchun mushu vabo, ya'ni COVID-19 kasali to'g'risida savol javob shaklida mushu qarindoshlar eng ko'p ko'ngil bo'layotgan ba'zi masalalarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu qitimqi bu leksiya asosan savol javob shaklida bo'lib, qisqa bir savoldan keyin uningga men qisqa bir javob berishga tirishman. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Bu vaboning, ya'ni COVID-19 kasalininki kasallik alomatlari meningcha bu ko'pinchimizga ayon bo'lgan bir masala. Chunki bu vabo tarqalgan bir yildan buyon bu kasalninki har xil kasal alomatlari qayta ta'kidlanib kelyotidi. Shundaqdimi men bu yerda bu kasal to'g'risida ba'zi savollarga javob berishdan burun bu COVID-19 kasalininki kasallik alomatlari to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Bu yerda rad tartibi, ya'ni ko'p uchraydigan kasallik alomatlardan boshlangan bo'lib, bu deganlik bu oldida deyilgan kasallik alomatlari ko'p uchursimi, lekin bu vabo bilan yuqumlangan odamlarning hammasida bu kasal alomatlarning hammasi bo'ladi deganlik emas. Ba'zilarda qizish bo'lsa, yana ba'zilarda boshqa alomat bo'lishi mumkin. Bu alomatlarningki rad tartibi, ya'ni ko'p ko'rilish ahvolidan oz ko'rilish ahvoliga qarasak, birinchisi mushu qizish, titrak besish, undan qilib qolsa yo'talash, nafs siqilish, nafas qiyinlashish, muskul og'rish, bosh og'rish, bo'g'zi og'rish, ta'm yoki puroq yo'qotish, burni putib qilish yoki burni eqish, horg'inlik his qilish, ko'ngli aynish yoki qusqisi kelish, ich surish. Bularninki ko'p uchraydigani, dastlabda degan alomatlar ko'p uchraydigan bo'lsa, keyin degan alomatlar oz uchrashi mumkin. Lekin bu hamma odamga men yuqorida deb o'tgandagidek o'rtaq emas. Ya'ni ba'zilarda ba'zi kasalliklar alomat ko'rilsa, ba'zilarda yana boshqa kasal alomatlar ko'rilishi mumkin. Bu kasal alomatlari cho'qim hamma odamda o'rtaq ko'rildi deganlik emas. Undaqda inson bu vabo bilan yuqumlangandan keyin, yana virus bilan yuqumlangandan keyin qancha uzun vaqtdan keyin kasal alomatlari ko'rilishga boshlaydi degan vaqtida bu insonlarningki yuqumlangan virusninki oz ko'p miqdori va u insonninki kasallikka qarshi turish, ya'ni immunitet kuchininki yaxshi va yaxshi emasligiga bog'liq. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida inson bilan insonlarning farqi nihoyatda yuqori. Yoshqa cho'ng, badan salomatligi nacharlarniki yuqumlanib uzun qolmay kasal alomat ko'rilishga boshlashi mumkin. Yosh, immunitet kuchi yaxshi bular yuqumlangandan keyin kasal alomati sal keyin o'tirg'a chiqishi mumkin, yoki bo'lmasa hatto ba'zilarining kasal alomatlari aniq bo'lmasligi mumkin. Shunglashqa bu insonlar bu vabo bilan yuqumlangandan keyin kasal alomatlari paydo bo'ladigan vaqt o'xshash emas. Ko'pincha kishilarniki yuqumlangandan keyin 2 kun bilan 14 kun orasida kasal alomatlari ko'riladiganligi ma'lum.
Hamda yuqumlanğuchilarningki hammasida kasal alomati bo'lamdi degan vaqtida men yuqoridami ozroq to'xtalib o'tdim. Ba'zilarda kasal alomati bo'lmaydi yoki bo'lsimi nihoyatda yengil bo'ldi deb qaralmoqda. Umumyuzlik aytgan vaqtida yuqumlanğuchilarning 80%da faqat yengil va yoki o'rta darajada kasal alomatlari bo'lganligi ma'lum. Ularning ichida taxminan 40%ga yaqin odamningki asosan kasal alomatlar, alohida kasal alomatlari bo'lmaydiganligi o'ttirg'a chiqyotidi. Bu sonliq ma'lumotda biroz farq bor. Shundaqdimi 80%da yengil va o'tiral, ularning ichida 40%da asosan alohida kasal alomatligi bo'lmaydiganligi ko'pincha mutaxassislar o'tirib qo'ygan dokladlarda aytilgan. Yuqumlanganlarning hammasi cho'qim COVID-19 kasalligi taraqqiy qilamdi. Bu savolning javobi natayin. Men yuqorida o'tgandagidek 40% odamda alohida kasal alomatlari bo'lmaydi. Kasal alomatlari yo'q degan gap yuqumlanuvchilar u kasalga taraqqiy qilmadi degan gap. Yuqumlanganlarningki bir qismida alohida kasal alomati bo'lmaganligi uchun yoki nihoyatda yengil kasal alomatlari bo'lganligi uchun ular faqatla o'zini karantin qilib yaxshi orom olsa va alohida davolash ilib bormasmi o'zligidan yaxshi bo'lib ketishi tamoman mumkin. Shunga yuqumlanganligi ma'lum bo'lgandan keyin qarindoshlarniki bak jiddiylashib ketmasdan eng asosligi boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlangan holda kasallik ahvolini kuzatib boqsa bo'ladi. Agarda kasal ahvol alohida o'zgarish bo'lmay yoki ig'irlashib ketmay bir xil yursa uzunga qolmay yana bir ikki hafta eng uzun bo'lganda 3 haftada yaxshi bo'lib ketishi mumkin. COVID-19 kasalligining ta'siriga uchraydigan a'zolar, ya'ni badanimizda bu virus bilan yuqumlangan yoki bu vaboga giribtor bo'lgandan keyin qaysi a'zolar eng ig'ir ta'sirga uchraydi, zaxmiga uchraydi degan vaqtida hammamiz bilgandek oldi bilan o'pka, undan qolib qolsa miya va nerv sistemasi, jigar, oshqozon va uchay qon uyushib qilishning bo'ladiganligi ma'lum, yana yurakninkimi zaxmiga uchraydiganligi ma'lum. Anandan keyin ichki suyuqlik ajratib chiqarish sistemasimi belgilik ta'sirga uchraydiganligi ma'lum. Undan qilib qolsa böğrek va teri. Bu a'zolarniki hammasi degidek bu o'xshamagan darajada ta'siriga uchraydi. COVID-19 kasalligiga giribtor bo'lganlarning hammasi cho'qim doktorxonaga berib davolash kerakmi? Bu savolning javobi natayin. Chunki men yuqorida o'tgandagidek bir qism 30-40% kishilarda alohida kasal alomatlari bo'lmaydi. Undan boshqa kasal alomatlari bo'lgan kishilardami biroz yengil va o'tir darajada bo'lganligi uchun ularningki alohida doktorxonaga berib tekshirtib yoki davolashninki hojati yo'q. Hozir bu kasalga nisbatan alohida unumlik dori bo'lmag'achqa doktorxonada faqat universal davolash ilib bordi. Agar alohida zarur bo'lmasa, doktorga ko'rinishninki hojati yo'q. Uyda yaxshi orom olsa va faqat kasal alomatlarga qarab davolash ilib borsa, 10 kun bilan 20 kun orasida bu vaboga yuqumlanganlarningki ko'p qismi asosan saqib ketishi, ya'ni o'zligidan saqib ketishi mumkin. Ya'ni alohida andish qilib, alohida dorilarni ichib ketishningki hojati yo'q. Albatta, bu jarayonda kasalning o'zgarishini nihoyat yaxshi kuzatib, agar ig'irlashib ketish ahvoli bo'lib qolsa, darhol doktor bilan aloqalashish yoki doktorxonaga berishga to'g'ri keldi.
yuqumlangandan keyin uyda bir taraf qilish, ya'ni biz agar doktorxonaga bormasak yoki doktor bilan ko'rishmasak, bu kasal bilan yuqumlangandan keyin yoki yuqumlanganligimizni bilgandan keyin qandoq bir taraf qilishimiz, nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi uyda orom olish va boshqalarga yuqtirishdan saqlanishimiz kerak. Bu nihoyatda muhim. E, Sirtlarga odam ko'p yerlarga yoki boshqa o'rinlarga bormaslik kerak. Boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Bo'lmasa bu vabo yana davom qilaveradigan gap, hammalarninki kundalik hayotiga ta'sir ko'rsatadigan gap. Bu vaboning kontrol bo'lishi har birimizningki mushu nimalarga yaxshi bo'ysunishimizga bog'liq. Ikkinchisi, yetarlik usuzluq, ya'ni choy, bo'lib yeşil choy va har xil sho'rpalarni ko'proq ichish, ko'plab terlab berish kerak. Terlagan vaqtida bu virus badanda paydo qilgan zarlar ter orqali yoki sudik cho'ng kichik tarat orqali sirtqa chiqib ketadi. Bundaq ahvol ostida kasal alomatlari yengil bo'ldi. Anandan keyin tiz asli kelishga foydasi bor. Uchinchisi, zarur bo'lgan vaqtida qizitma yondirish, og'riq pasaytish dorisi ishlatish. Ya'ni qizitmasi bak yuqorilab ketgan vaqtida qizitma yondirish dorisi ishlatsa bo'ldi. Anandan keyin badan bak og'rib bo'lib, bak muskul og'rib orom olishga ta'sir ko'rsatgan vaqtida belgilik og'riq to'xtatadigan dorilarni ishlatsa bo'ldi. To'rtinchisi, tarkibida vitamin mo'l bo'lgan yemakliklarni, ya'ni ko'ktat va mevalarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Bu meva ko'ktatlarning tarkibida shu vitamin ko'p bo'lganligi uchun ba'zi vitaminlarniki bu vaboning kasal alomatini yengiltishga foydasi borligi o'tirib chiqyapti. Bo'libmi bak vitamin D kam bo'lganlarda bu vaboning kasal alomatiniki ig'ir bo'lganligi ma'lum. Shunga mush tarkibida vitamin mo'l bo'lgan yemakliklarni ko'proq iste'mol qilib berishniki bu kasalning alomatini yengiltish yoki bu kasaldan baldiroq qutulishda alohida unumi bor. Beshinchisi, nafaslanishni mashq qilish. Ya'ni men yuqorida o'tgandek, bu vaboninki asosli ta'sir qiladigan organi mushu o'pka, nafas yo'li bo'lib, bizningki mushu nafaslanishni mashq qilib berishimizmi bu vabodan baldiroq qutulishimizga alohida foydasi bor. Anandan keyin bak yerib charchab ketmagan ahvol ostida muvofiq badan chiniqtirish va shu orqali badanning immunit kuchini yuqori ko'tarib, bu vabodan baldir qutulishimizga foydasi bor. Kasal alomatlarini kuzatish. Ya'ni bu kasal alomatlarini kuzatish degan vaqtida bizningki qachon doktorga ko'rinishimiz, qachon doktorxonaga berishimizda mushu kasal alomatlarningki o'zgarishini yaxshi kuzatish bak muhim. Agar kasal alomatlarda alohida o'zgarish bo'lmasa, bir xil tursa, men yuqorida o'tgandagidek doktorga berishning hech qanday hojat yo'q, andish qilishning hojat yo'q. Lekin kasal ahvolda o'zgarish bo'lib qolsa, u vaqtida biz darhol doktorga telefon qilishimiz yoki doktorxonaga berishimizga to'g'ri keldi. Undaqda qandaq ahvolda doktorga ko'rinish kerak? Kasal ahvolda tövəndikidək o'zgarishlar bo'lsa, darhol doktor bilan aloqa qilish yoki doktorxonaga berish kerak. Birinchisi, kasallik ahvoli kundan kunga ig'irlashib ketganda. Ikkinchisi, nafas siqilganda yoki nafas qiyinlashgan vaqtida. Bu nihoyatda muhim. Bu ahvolni biz o'zimizningki shu kundalik harakat ahvolimizga qarab bilgili bo'ldi. Ya'ni ozroq harakat qilsaqmi, nafsimiz siqilib, nafas qiyinlashayotgandek his qilsak, u vaqtida darhol doktor bilan aloqa qilishimizga to'g'ri keldi. Uchinchisi, qondagi oksigen miqdori tövəllab ketganda yoki qalpuk ko'kirib qolgan vaqtida. Bu unda odatda shu aynakka qarasak o'zimizning chiroyida ko'kirib ketganligini ko'ralaymiz. Yoki bo'lmasa shu nafas siqilib, nafas qiyinlashgan vaqtida bizningki
oksigen yetishmagandek ya his qilamiz. Anandan keyin sharoitda bor qarindoshlar mushu barmoq bilan o qondagi oksigenni o'lchaydigan puls oksimetr degan asbobni setib olib, bu qondagi oksigen miqdorini o'lchab tursa bo'ldi. Normalda 95% dan yuqori bo'ldi. Agar 92% yoki 90% dan tövəllab ketsa, bu biroz ahvol ig'irlashgan hisob bo'lindi. Bunda ahvol ostida cho'qim doktor bilan aloqa qilishga to'g'ri keldi. To'rtinchisi, og'riq ushtumtut ig'irlashib ketgan ahvol ostida. Beshinchisi, qusish va ish surish ig'irlashgan vaqtida. Oltinchisi, ko'zi to'rlashish, besh qiyish, put qo'li jonsiz his qilgan vaqtida. Bu xil ahvollar bo'lgan vaqtida biz cho'qim doktor bilan aloqa qilishimiz yoki doktorxonaga berishimiz kerak. Bo'lmasa boshqa bu xil ahvol bo'lmagan ahvol ostida asosan uyda yaxshi armilab, shu yeshil choy, anandan keyin har xil sho'rpalarni ko'proq ichib, yaxshi terlab bersak, men yuqori degandagidek bir haftadan 3 hafta oralig'ida o'zligidan yaxshi bo'lib ketish ehtimoli bor. Doktorxonada bir taraf qilish va davolash. Hamda bu kasalga nisbatan hozir qadar mandaq dora 100% unum qildi degandagidek aniq bir unumlik dori bo'lmaganligi uchun doktorxonada asosliqi universal davolash ilib bordi. Ya'ni kasallikning alomatlariga qarata davolash, saqaygan bemorlarniki qon plazmasini silish orqali davolash, anandan keyin biriktirilgan antibody urish orqali davolash. Hozir Amerika bilan shu Angliyada ishlab chiqargan antibodyniki bu kasalga hali unum beradiganligi ma'lum. Doktorxonalarda ig'ir kasallarga shu xil antibodylarni urish orqali davolash ilib bordi. Anandan keyin shu oksigen berish, sun'iy nafaslantirish bu shu bemorniki nafaslanmaslik ahvolini yaxshilashda alohida unum bor deb qaralgan bir davolash, anandan keyin virusga qarshi dorilar bilan davolash. Ham bu dorilar hozir qadar ba'zilarining unum bor deb qaralgan bo'lsa, ba'zilarining unum yo'q deb qaralmoqda. Shunga birlik kelgan bir unumlik dori texi yo'q. Har qaysi doktorxonalar o'zlarining amaliy ahvoliga qarab ba'zi shu davolashlarni ilib bormoqda. Hozir bu vabo bilan yuqumlanganlarning o'lib ketish nisbati qanchalik? Bütün dünya miqyosida hozirga qadar bu vaboga giriftor bo'lib, bir taraf bo'lganlar ichida 3% bemor o'lib ketgan. 97% bemor saqaygan. Hozir mavjud bemorlar ichida kasallik ahvoli ig'irlarning nisbati 0,4%. Yani 99,6% kishilarning kasal ahvoli uncha ig'ir emas. Bu 0,4% kasal ahvoli ig'ir deganlarniki hayoti biroz tahlika ichida bo'lib, o'lib ketish ehtimoli cho'ng bo'lgan, yuqori bo'lgan insonlar, qolganlarniki saqash ehtimoli bo'lgan insonlar. Hamda shu vabo paydo bo'lgandan tortib hozirga qadar bütün saqayganlar bilan o'lib ketganlarning nisbatini solishtirgan vaqtida 3% odam o'lib ketgan, 97% odam saqaygan. Ko'pincha bizning xabar olgandek, bu vabo dastlabda boshlangan vaqtida ba'zi davlatlardagi o'lib ketish persenti 15% ga yetgan bo'lib, hozir uningga nisbatan bu o'lib ketish nisbati ko'p darajada tövənlagan. Shunga bu bütün shu dunyodagi shu vaboga giriftor bo'lgan hamma insonlarniki umum sonini nisbatlash turgan vaqtida shu 3% odam o'lib ketgan, 97% odam saqaygan. Nisbatan aytgan vaqtida bu o'lib ketish nisbati dastlabda o'tirib qo'ygandek unchalik qo'rqinchli, ya'ni bak yuqori emas. Bo'libmi bak hozir kelgan vaqtida o'lib ketganlarninki nisbati burunqidan ko'z ko'rinarli darajada tövənlamoqda.
U vabaga giriftar bo'lib saqaygandan keyin bemorning salomatligi butunlay asliga kelamdi. Bumu ko'pincha qarindoshlar alohida ko'ngil biladigan bir masala bo'lib, u vabaga giriftar bo'lib saqaygan ko'pincha bemorlarning bo'libmi yoshlarning salomatligi to'liq asliga kelsimi, biroq mutaxassislar virus paydo qilgan ba'zi zaxmlar tufaylidan ba'zi bemorlarda uzun muddatlik yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin ekanligini o'tirib qo'ymoqda. Bu bizningki alohida diqqat qilishimizga arziydigan bir ish. Ba'zilarimiz voy bu vaboning o'lib ketish nisbati tuvankangu, ko'pincha odam saqayib ketadi ekangu deb sal qaraydigan ahvollar bo'lishi mumkin. Chunki hozir mutaxassislarning andish qildig'ini bu vaboninki kelgusi uzun muddatlik yomon oqibatlari. Ya'ni bu vabo hozirg'ich 1 yildan oshgan bo'lg'achqa bu vaboga giriftor bo'lib saqayganlarda 5 yildan keyin qanday o'zgarish bo'ldi, 10 yildan keyin qanday o'zgarish bo'ldi, biz ularni bilishimiz qiyin. Lekin ba'zi mutaxassislarninki faraz qilishicha, ba'zi bemorlarda uzun muddatlik zaxmininki qilishi, u zaxmi tufaylidan ba'zi kasalliklarning paydo bo'lish ehtimoli borkan. Shunga qarindoshlarninki ya'ni bu kasalga nisbatan sal qaramasligini umid qilamiz. Undaqda bu vaboninki mushu ko'p uchraydigan uzun muddatlik oqibatlari qaysi degan vaqtida birisi horg'inlik his qilish, keyin shu butunlay saqayib bo'lgandan keyinmi mushu horg'inlik his qilish, nafsi siqilish, yo'talash qatorliq ba'zi alomatlarniki uzun muddat saqlanib qoldiganligi ma'lum. Ya'ni bo'g'im og'riqi, ko'krak og'rish, tafakkur va zehni ni markazlashtirish qiyinlashish, ya'ni diqqatini yig'olmaslik, tushkunlik, muskul og'rish, bosh og'riqi, orlab qizish, yurak tez so'qish yoki qalaymiqon so'qish. Bular mushu bu vaboga giriftor bo'lib saqayganlarning ichida ko'p ko'riladigan uzun muddatlik oqibatlar hisoblanadi. Uningdan boshqa ko'rilish jihatda bak ko'p ko'rilmasimi, lekin biroz ig'ir darajada ko'riladigan uzun muddatlik oqibatlar yurak muskuli yollig'i, o'pka iqtidorining normalsizligi, böbrek zaxmlanish, böbrek zaifligi, teri yollig'i, choch tushish, zehnini yig'ish qiyin bo'lish, esda saqlash qiyinlashish, xotirasini oson yo'qotish, divanglik kasali, tushkunlashish, tashvishlanish, kayfiyat o'zgarish. Bular bak ko'p ko'rilmasimi, lekin ba'zi kishilarda ig'ir darajada ko'riladigan uzun muddatlik oqibatlari bo'lib, mutaxassislarniki mushu faraz qilishicha, bu vaboga giriftor bo'lgan insonlarda mushu virusninki zaxmisi tufaylidan ba'zilarda bu o'tirib qo'yilgan yomon oqibatlar xili uzun bir mazgil davom qilishi mumkin ekan. Bu vaboga giriftor bo'lib saqaygan kishilar keyin yana qayta yuqumlanamdi. Bumu ko'p sonli qarindoshlar eng ko'ngil bilgan bir masala bo'lib, bu xil ehtimollik tamoman mumkin. Bu haqda dokladlar bor bo'libmi tunji qatim yuqumlanib saqayib 3 oydan keyin ba'zilari 4 oy, ba'zilari 5 oy, ba'zilari 6 oyda qayta yuqumlanganlar xeli ko'p doklad qilinmoqda. Bu haqda mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, ba'zi kishilarning, ya'ni burun yuqumlanganligi aniq bo'lgan ba'zi kishilarniki 3 oydan keyin qayta yuqumlanganligi doklad qilingan. Shunga bu xil ehtimollik tamoman
mavjud. U vabaga giribdor bo'lib saqaygan bemorlarning badanida shakllangan virusga qarshi immunitet kuchi, yani antibody qancha uzun davom qiladi degan vaqtida bu vabaga giribdor bo'lib saqaygandan keyin dastlabki 3 oy ichida badanda shakllangan antibodyning miqdori yuqori saviyada bo'ladiganligi, uningdan keyin bir qism kishilarning badanidagi antibody miqdorining tuvanlashga boshlaydiganligi, 6-7 oydan keyin ma'lum saviyada davom qiladiganligi ma'lum. Ya'ni ko'pincha kishilarningki badanida 1 yil o'tgandan keyinmi antibodyniki mavjudligi doklad qilingan. Lekin qancha uzun davom qiladi, anandan keyin bu badanda saqlanib qolgan antibodyniki u odamni to'liq qo'g'dashga kuchi yetamdi yetmamdi. Bular hozircha yana izlanayotgan bir masala bo'lg'achqa, bu savolga beriladigan javob dastlabki 3 oyda yuqori saviyada bo'ladiganligi, ya'ni u odamni kam deganda 3 oy qo'g'daydiganligi, 3 oydan keyin qayta yuqumlanish ahvoli bo'lishi mumkinligi, uning sababininki shu antibodyniki miqdorininki tuvanlishi ekanligi o'tirg'a qo'yilmoqda. Endi bu vaboninki tarqagan vaqtining uzurishiga ergishib bu haqda texmi ko'p dokladlar, tadqiqot, ilmiy maqolalari o'tirg'a chiqishi mumkin. Yuqumlanishdan saqlanish uchun nimalarga diqqat qilish kerak? Bumu hamda bu bir yilni yanqisi ko'p qitim ta'kidlangan bir masala bo'lib, garchi hozir vaksina unumlik vaksina dunyoga kelib, vaksina emlashga boshlangan bo'lsa-mu, lekin bu yanada alohida diqqat qilishga arziydigan bu tadbirlarni yana izchil davomlashtirishga tegishli tadbirlar bo'lganligi uchun men bu yerda yana qayta alohida ta'kidlab o'tmoqchi. Birinchisi shu layoqatli maskani to'g'ri taqash. Nurg'un kishilar maska taqadi desa burnini ochiq qo'yib taqaydigan ahvollar bor. Uningdan boshqa bozorlarda sotilayotgan maskalarniki nurg'unlarniki layoqatli ekanligi ma'lum, ya'ni bizni kasaldan qo'g'dayolmaydiganligi ma'lum. Shunglashqa biz bu vabodan to'liq saqlanayli desak, cho'qim layoqatli maskani to'g'ri taqishimiz kerak. İjtimoiy masofa saqlash bu hammamiz bilayotgan ishlar, ya'ni nurg'un davlatlar bu haqda belgilik qonun tuzumlarni o'tirg'a qo'ydi. Anandan keyin qo'lni davomli yuvib turish. Anandan keyin maynat qo'l bilan eng muhimi yuz ko'zimizni qalaymiqan tutmaslik. Qo'l telefon va kompyuter, ya'ni kundalik ko'p ishlatadigan buyumlarniki üst tarafini vaqti-vaqtida tozalab turish, uni tutgan qo'limiz bilan yuz ko'zlarimizni tutmaslik. Bular eng oddiy, eng umumlashgan usullar bo'lib, mushu usullarga yaxshi diqqat qilsak, 80-90% ahvol ostida biz bu vabodan yaxshi saqlana olamiz. COVID-19 kasalini keltirib chiqargan virus badan sirtida qancha uzun yashay oladi? Buni so'zlashning asosli maqsad yanada shu virusdan mudofaa ko'rish, ya'ni bu vaboga yuqumlanib qolishdan saqlanish uchun buni bilgandan keyin biz shu kundalik turmushdagi buyumlarni qandaq bir taraf qilishda shu virusni unumli o'ltira olamiz deganni bila olamiz. Bu virus hamda 60-70 gradusninki yuqorisidagi temperaturada uzun yashamaydi. Shundaq bo'lgan vaqtida biz sirtdan ilib kelgan yemakliklarni masalanga shu 60 gradusdan yuqori temperaturada asraq isitib, bir necha minut isitib, yoki bo'lmasa kiyim-kechaklarimizni yuvganda qiziq suv bilan yuvsak 60 gradusdan yuqorida bu viruslarni o'ldirish ehtimolli yuqori. Ya'ni virusninki bu 60 gradusdan yuqori temperaturada bir necha minut yashaydiganligi, paxtadan yasalgan kiyim-kechak ustida 40 gradusda eng uzun bo'lganda 16 soat, 30 gradusda 3 kun, 20 gradusda
2 hafta atrofida yashaydiganligi ma'lum. Ya'ni yuqori temperaturada qisqa yashaydi, tuvan temperaturada uzun yashaydi degan gap. Shu sababdan bu kasal qish mezgilida, sovuq mezgilida ko'p tarqasa, yozda biroz tuvanlashi mumkin deb qaraldi. Albatta, bu ko'rayotganimizdek 30 gradusdami 3 kun yashayolganligi uchun issiq degan vaqtida cho'qim 40 gradusdan oshgan vaqtida anandan keyin bu kasalning bu virusning yashash nisbati vaqti ko'z ko'rinarli darajada tuvanlaydigan gap. Shunga bu havo bu temperatura bilan munosabatlik bu sonliq ma'lumotlarni bilsak, biz bu kundalik buyumlarimizni shu yuqori temperatura bilan bir taraf qilgan vaqtida virusni unumlik o'ldirolmaydiganligimizni da ko'nglimizda ma'lum son bo'ladi. Ya'ni 20 gradusdan tuvan temperaturada qog'oz ustida bo'libmi, qog'oz pulda bir necha kundan bir necha hafta yashalishi mumkin deb qaralmoqda. Bu shunga biz xarjlagan pullarmi bu shu virusni tarqatishda alohida rol o'ynaydi degan gap. Anandan keyin plastik buyumlarda eshikning tutqichi ustida 3 kundan 7 kun yashaydi. Shunglashqa bu buyumlarning hammasini tozalab turish, agar yuqori temperaturaga bardashlik bera oladigan buyumlar bo'lsa, biz eng yaxshisi uni yuqori temperatura bilan bir taraf qilish. Anandan keyin albatta spirt, ya'ni 70%, 70-75% spirtmi bu virusni o'ldirishda alohida unumi bor. Shunglashqa bu uchurlarni bilish bizningki bu vabodan saqlanishimizdami alohida muhim ahamiyatga ega. Unumlik vaksina dunyoga keldi. İnsanlar yana maska taqash zarurmi? Hozir mavjud vaksinalar asosliqi u vaboga yuqumlanishdan emas, balki yuqumlangandan keyin kasal bo'lishdan saqlaydigan bo'lg'achqa, atrofimizdagi ko'p sondagi kishilar vaksina emligicha bo'libmi bu vabo ko'zga ko'rinarli darajada kontrol bo'lg'icha biz cho'qim maska taqishimiz kerak. Ya'ni maska taqash yanada zarur. Shunglashqa biz vaksina emlagandan keyin maska taqmasam bo'ladi deb qarasak, atrofimizda ya'ni nurg'un insonlar texam vaksina emlanmaganligi uchun bu kasallikni tarqalishni kontrol qilolmasligimiz mumkin. Shunglashqa mayli vaksina emlagan bo'lsak, emlanmagan bo'lsak, yana bir mezgil bizningki maska taqishimiz o'xshashla zarur. Vaksina emlagan kishilar yana u virus bilan yuqumlanamdi. Bumi ko'pincha qarindoshlar so'ragan savol bo'lib, bu vaksina emlagan kishilarningki u virus bilan yuqumlanish ehtimoli tamoman mumkin. Hatto yuqumlanganlar kasal bo'lishi mumkin. Chunki birinchisi hozir emlanayotgan vaksinalarning unumi eng tuvan bo'lganda 52%, eng yuqori bo'lganda 95% orasida bo'lib, hech birining unumi 100% emas. Shunglashqa bu yerda vaksina urganlar 100% bu kasaldan yoki bu virusdan mudofaa ko'ra oladi deganlik emas. Yuqumlanish vaksina emlab bo'lgandan keyin yuqumlanish ehtimoli tamoman mumkin. Ikkinchisi, hozir emlanayotgan vaksinalar insonlarni yuqumlanishdan emas, balki yuqumlangandan keyin kasal bo'lishdan, bo'libmi og'ir kasal bo'lishdan va o'lib ketishdan saqlaganligi uchun bu vaksina emlanganlardami yana yuqumlanish bo'lishi tamoman mumkin. Uchinchisi, virusning uzluksiz o'zgarib turishi sababidan hozirgi vaksina yangi o'zgargan virusga unum bo'lmasligi mumkin. Shunga bu savolga nisbatan javobni biz yig'inchoqlasak, vaksina emlagan kishilarmi u virus bilan yana yuqumlanishi tamoman mumkin. Biroq u kishilarningki kasal bo'lish nisbati, bo'libmi bak og'ir kasal bo'lish nisbati yoki o'lib ketish nisbati ko'zga ko'rinarli darajada tuvan bo'ladi. Ya'ni vaksina olmaganlardan ko'p darajada tuvan bo'ladi. Bu aniq. Lekin yuqish ehtimoli tamoman mumkin.
vaksina emlengan kishilar agar yuqumlansa boshqalarga virus yuqtiramdi? Buning javobi yani yuqorida oz to'la deb o'tdim. Hozir mavjud vaksinalar asosliqi u vaboga yuqumlanishdan emas, balki yuqumlangandan keyin kasal bo'lishdan saqlaydigan bo'lg'achqa, vaksina emlangandan keyin yana yuqumlanishi ham boshqalarga yuqtirishi tamoman mumkin. Biroq yuqtirish nisbati vaksina emlamaganlarga nisbatan ko'p tuvan bo'ladi. Yani mundaqcha aytgan vaqtida vaksina emlagan kishilarniki virus bilan yuqumlanish va boshqalarga yuqtirish ehtimoli tamoman mavjud. Biroq boshqalarga yuqtirish yoki o'ziga yuqish ehtimoli vaksina emlamaganlarga nisbatan ko'zga ko'rinarli darajada tuvan bo'ladi. Undaqda bu vaksina bexatarmi, vaksinaning qandaq yomon ta'sir, aks ta'sirlari bor degan vaqtida men burunqi leksiyadami bu haqda azroq to'xtalib o'tgan. Bu vaksina emlagandan keyin bir qism kishilarda yengil aks ta'sirlar ko'rilsa, yana ba'zi kishilarda ig'ir darajada aks ta'sir ko'rildi. Endi ko'p uchraydigan yengil aks ta'sirlar nima degan vaqtida og'riqliq his qilish, bosh og'rish, muskul og'rish, titrak besish, qizish. Oz uchraydigan ig'ir darajadagi aks ta'sir nima degan vaqtida terisiga qizil chiqish, nafsi qisilish, yurak so'qishi tezlashib ketish, limfa tugunchilari ishib qilish. Ba'zilarida hatto bu ahvollar biroz ig'ir bo'lib, jiddiy qutqizish bo'limida davolanishga majbur bo'lganlar bor. Lekin umuman aytgan vaqtida hozir qadar vaksina niki xeylilar bexatar ekanligi ma'lum. Shunglashqa nurg'un davlatlardagi nurg'un kishilar dastlabda vaksinani rad qilishdan hozirgi vaksina tanlashadigan ahvolga o'zgarmoqda. Bu vabo yana qancha uzun davom qiladi? Bumi ko'pincha qarindoshlar alohida ko'ngil bo'lgan bir masala bo'lib, bu vaboninki tarqash vaqtining uzurishiga ergishib, nurg'un kishilarniki kundalik hayoti ig'ir darajada ta'sirga uchirmoqda. Shunglashqa mutlaq ko'p sondagi kishilar bu vaboninki qancha uzun davom qilishiga alohida ko'ngil bo'lib, mendan ba'zi qarindoshlar ayrim so'rab so'rganligi uchun bu savolning javobini qarindoshlar uchun bak muhim deb qaradim. Endi buningga hozircha aniq bir javob berish qiyin. Shunisi aniqki, bu vabo qisqa vaqt ichida tugamaydiganligi aniq. Bu jihatda o'xshamagan mutaxassislarmi o'zlarininki o'xshamagan ko'z qarashlarini va sabablarini o'tirib qo'ymoqda. Birinchisi, bu vabo butun dunyo miqyosida ko'zga ko'rinarli darajada kontrol bo'lishi uchun butun dunyo nufusining 70-80%da u virusga qarshi immunitet kuchi shakllanishi kerak. Bu xil immunitet kuchi ikki xil usulda shakllanadi. Birinchisi shu vaboga giribdor bo'lib saqlash kerak, ikkinchisi vaksina emlash kerak. Mushu ikki xil yo'l orqali mushu insonlarniki, ya'ni butun dunyo nufusiniki 70-80%dan ortiqida bu vaboga qarshi immunitet kuchi shakllangan vaqtida andan keyin bu vabo butun dunyo miqyosida ko'zga ko'rinarli darajada kontrol bo'ladi degan gap. Agar u darajaga bormay qolib qolsa, birdam pasib, birdam ig'irlashib, qayta qo'zg'alishi mumkin. İkincisi, virusning uzluksiz o'zgarib turishi sababidan hozir mavjud vaksinaninki u virusga qarshi unumi tovanlab, u vaboni qisqa vaqt ichida butunlay kontrol qilish qiyinlashishi mumkin. Bu vaboninki uzun muddat davom qilishining yana bir sababi. Uchinchisi,
Büyük ihtimalda insanlar bu vabaga ko'nib qilishi, u vabaga burunqidek jiddiy qaramaslıqı va shu sababdan u vaba xili uzun mezgil davom qilishi mumkin. Mushu sabablar tufaylidan bu vabaninki butunlay kontrol bo'lishiga xili uzun bir zaman ketishi mumkin. Ba'zilar 2022 desa, ba'zilar 2024 deb qarayotganlar bor. Yana ba'zilar balkim bu vabo aramizdan mangu yo'qolmasligi mumkin deb qarayotganlarmi bor. Lekin bir 2 yilninki ketishi aniq. Yani gerçi bazı devletlerde yani vaksina emlash yuqori darajada umumlashgan devletlerde baldıroq kontrol bo'lishi mumkin. Lekin shuni bilishimiz kerakki, nurg'un devletlarda har xil sabablar tufaylidan vaksina emlashga sharoit bo'lmaganligi uchun ba'zi devletlarda burun kontrol bo'lsa bu vabo boshqa devletlarda yana taraqqiy qilishi mumkin. Shu sababdan butun dunyo miqyosida bu vabo ko'z ko'rinarli darajada kontrol bo'lish uchun xili uzun bir mezgil ketishi mumkin. Virusning uzluksiz o'zgarib turadiganligi ma'lum. U virus davomli o'zgarib tursa, hozirgi vaksina ta'sir qilmasligi ehtimoli bormi? Tamamen bor. Bu haqda men yuqoridami so'zlab o'tdim. Hozir paydo bo'lgan mushu yangi tipdagi viruslarniki hozir mavjud vaksinalarga unimining ancha yaxshi emasligi ma'lum. Shunglashqa Yevropada ba'zi davlatlarda bu vabo biroz kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, lekin keyin yana qaytadan ko'payyotidi. Agar virusninki hal qilg'uch qismida o'zgarish bo'lsa, hozirgi vaksina ta'sir qilmasligi yoki hozirgi vaksinaning unumi tuvalab ketishi tamoman mumkin. Bu hozir ko'rilayotgan realliklarmi oz-to'la bu masalani isbotlab turibdi. Shunga bu xil ehtimollik hozir mavjud, buningdan keyinmi texmi mavjud bo'lishi mumkin. Bu vaboning mangu yo'qolmaslik ehtimoli bormi? Bu ehtimollikmi tamoman mumkin. Agar virus uzluksiz o'zgarib tursa, kelgusida bu vabo yuqumliq zukam yoki fasllik zukamga o'xshash faslning o'zgarishiga ergishib qayta tarqalib turishi tamoman mumkin. Bu haqda o'xshamagan mutaxassislarning o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Lekin bu xil mush ehtimollikni o'tirib qo'yayotgan mutaxassislarmi xili ko'p. Bugungi bu COVID-19 kasali, ya'ni Xitoydan tarqalgan vabo to'g'risidagi ko'p so'raladigan savollarga berilgan javobni shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Agarda yana alohida boshqa savollaringlar bo'lsa, yana bu yerda so'ralmagan yoki javob berilmagan savollar bo'lib qolsa, menga ayrim uchur yo'llasanglar bo'ldi. Men keyingi leksiyalarimda bu vaqtda javob berib o'tishga tirishman. Xayr xo'sh, ko'rishishcha omon bo'linglar. Kelaqtim ko'rishayli.